Yaxshimisan? Qattiq tegmadimi? Yo'q, hammasi joyida. Nega ular seni bunchalik yomon ko'radi? Buni sen bilasan, chunki sen ular bilan birgasan. Esingdan chiqmasin, hech kim bilan birga emasman. Yolg'izman. U meni yaxshi ko'rgan qizim deb bekor etding. Endi mahallada, universitetda gap so'zga qolamiz. Gap so'zdan qo'rqadigan joyim yo'q. Shunday qilmasam, ular seni tinch qo'yishmasdi. Ana endi senga umuman yaqinlasha olishmaydi. Agar xohlasang, o'quv yili tugaguncha seni himoya qilaman. Ko'rib turibman. Juda qiynalib ketding. Shart emas, birovning himoyasiga muhtoj emasman. Meni ham shunchaki yordam berish niyatim yo'q. Agar kelisha olsak, men seni himoya qilib yuraman. Sen esa meni o'qishdagi hamma ishlarimni qilib berasan. Yozma-ish, konspekt, xullas shunga o'xshagan ishlar. O'ylab ko'raman. Necha kun? Necha kun o'ylab ko'rasan? Menga tezroq javobi kerak. Tezroq ayt. Agar sen rozi bo'lmasang, men boshqa odam topaman. Ko'proq sport bilan mashg'ul bo'lganim uchun ana u konspekt, shunga o'xshash ishlarga vaqtim bo'lmayapti. Men roziman. Unda kelishdik. Maftuna, unda ertadan o'qishga birga kelib, birga ketamiz.